Trenddagi mahsulotlarni test qilishda davom etamiz. Zaryad yo'q ekan. Mayli, zaryadga qo'yib ishlatib ko'ramiz. Xo'p, kabelchasi 120 vattga ko'taradimikan? Majburmiz shu holatda ishlatishga. Sovutishi juda ham zo'r, sinab ko'ramiz. Xo'p, eng yoqqan funksiyasi men uchun shu holat bo'ldi. Ya'ni kinoni shu holatda mazza qilib tomosha qilsa bo'ladi ekan. Lekin no taraf bor ekan. Buni ovozidan kinoni ko'rgandek bo'lmaysiz ekan. So'nggi testimiz ekstremal testga o'tamiz. Ekstrem testga navbat. Ushbu ventilyatorda 12 etajkalini 6-etajdan tashlab ko'ramiz. 6-etajdamiz. Juda ham asratib qo'ydi lekin. Shuni pastga tashlaymiz. Sinar ekan. Bilmadim. Aynan ushbu mahsulotni sotib olmagan bo'lardim, sizchi? Bilmadim degin, bilmasang nima qilib ishlamaysan, diralar yuribsan.